Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun 2026-yilning 5-yanvar sanasida sizlar bilan yana bir bor Maftuna brendi kanalida ko'rishib turganimga xursandman. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir hammalaringizga kirib kelgan 2026-yil muborak bo'lsin. Boshlangan yilimiz xayrli, barakali, omadli, sog'liqli, nima deydi, yaxshi kunlarga 365 kunni hamma kuni yaxshi o'tsin, chiroyli o'tsin. Chetda yurgan, musofirda yurgan yurtdoshlarimizga ham omad yor bo'lsin. Hozir mana sizlar bilan endi yangi yildan keyin birinchi rolik, xudo xohlasa, mana bunday chiroyli hozir kartoshka, sabzi, sholg'omlarni qovurib, ustidan ozgina botar-botmas suv solib miltillatib qo'yamiz. Keyin qolgan narsalarimizni tayyorlaymiz. Buning uchun mana kartoshkalarni chiroyli gulli qilib to'g'rab olib, qovurib, piyoz, sholg'om hammasini birgalikda qovurdim va suv solaman. Do'lma qilmoqchiman. Hurmatli kuzatuvchilar, mana qiymaga zira soldim. Endi bunga piyoz solamiz, ozgina guruch solamiz, tuz solib do'lmalarimizni tayyorlaymiz. Hammalaringizga xayrli kech. Hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz, ahvollaringiz, uydagilar, bolalar, nabiralar hammasi yaxshi yurishibdimi? Yangi yillarni yaxshi kutib oldilaringizmi? Hammalaringizni mana shu kirib yangi yil bilan yana bir bor tabriklayman. Menda shtativ hozir bozorda qolib ketganligi uchun qo'lda olyapman. To'liqligicha ola olmaganim uchun sizlardan uzr so'rayman. Qisqa lekin yaxshi rolik bo'ladi degan umiddaman. Hammalaringizni mana Maftuna brendi kanalida yangi kelganlar ham xush kelibsizlar deyman. Roligimni boshlayman endi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, suvni soldim. Endi biroz qaynagandan keyin bu yog'ini tugib bo'lgunimcha bu yoq qaynab miltillab turadi, keyin solib dimlab qo'yamiz. Uzum bargidan do'lma qilyapman, uzum bargidan. Mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zim yozda Imronbek bilan birgalikda solgan barglarimni tayyorlayman. Mana go'shtga piyoz soldim, guruch soldim, zira soldim, tuz soldim. Hamma narsani solib, aralashtirib, endi bunga solamiz. Mana yaxshi turibdi holati. Uyda turibdi. Oddiygina, osongina usulda qilingan barg. Endi buni birgalikda tayyorlaymiz. Hozir kesib olib tashlayman. Mana bu og'zidan chiqarsa ham bo'ladi, og'zi katta. Mana hurmatli kuzatuvchilar, barglarimizni chiqarib oldim. Osongina chiqardim. Atay mana bunaqa katta qopqoqlik napitkani idishini yuvib qilgan edim, tozalab o'shanga solgan edim. Oson tushdi. Endi bularni bir issiq suvga yuvib olib, keyin tayyorlaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, shtatifim yo'q, qolib ketgan bozorda. Bozorimiz bugun yopiq. Shuning uchun qo'lda olishga harakat qilyapman. Do'lmalarni tugib oldim. Yetmay qoldi ozgina barg. Endi solamiz buni qozonga. Shunaqa qilib chekkasiga terib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, do'lmalar sovib oldim. Mana miltillab qaynayapti. Bunga ozgina suv solamiz, ustini dimlab qo'yamiz. Chiroyli bo'lib qaynayapti. Hurmatli kuzatuvchilar, do'lmamiz pishdi. Endi buni suzamiz. Bittalab. Judayam shirin ovqat bo'lgan. Xudo xohlasa. Sadi. Mana buzilmay turibdi, chiroyli bo'lib do'lmachalari.
Hurmatli kuzatuvchilar, ovqatimiz tayyor bo'ldi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha. Sizlar bilan yanagi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Maftuna brendi kanaliga obuna bo'linglar, like bosinglar. Xayr. Ovqatimiz juda ham shirin, hammasi joy-joyida buzilmasdan turibdi.